Mana xo'lni ko'ryapsizlarmi? Kirganda odamni bahri dili ochilsin deb katta joy tashab ketishibdi. Bunaqasiga xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Kelis kirib atrofidan uchastka qidirganlar uchun 204 sotixli mana shu uchastkamizda tayyor patkulch holatda sotiladi. Ya'ni orientir Raddom oldagi ko'chadan kiriladi, Oqibat ko'chasi deyish mumkin. Narxini ham boshida aytaman, $135,000 hali kelishiladigan joy bor. Planirovkasini tushuntirib beradigan bo'lsam, hovlini ko'rdinglar, darvozaxonasi bor, burchida sanuzli ham bor edi, binoning tagida bitta podval ham joylashgan. Binoga kirishimiz mana shunaqa katta xoll bilan boshlanadi. Kirishimiz bilan o'ng qo'lda kuxnyani ko'rishimiz mumkin, chiroyli mebellar qo'yilgan. Undan keyingi xonamizni eshiklari ham juda ham baquvvat, sifatlidan qo'yilibdi. Zal mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Orqa hovliga joy tashab ketilgan, lekin orqa hovlisi ham kattagina joyi bor ekan. Uzunasiga ko'rishimiz mumkin. Qanaqadir maqsadda foydalansanglar bo'ladi. Undan keyin xonalarga keladigan bo'lsak, bu yerda birinchi yotoqxonamiz joylashgan, bolalar yotoqxonasi qilib yuborish mumkin. O'rtada bo'lsa bitta umumiy sanuzil, hozir remont bo'lyapti. O'sha santexnikalarni qo'yishyapti. Undan keyin xonamizda yana bitta bolalar yotoqxonasi, kattagina razmerda. Bu yerda yana 3-yotoqxonani ko'rishimiz mumkin va 4-yotoqxonamiz bu yerda katta yotoqxonasi bo'ladi. Kattagina razmerda o'zini garderob va sanuzli ham bor. Pastda egalar nomerini qoldiramiz, bemalol savdolashib bo'ladi.